iPhone'inglarni yag'ri chiqib ketgan bo'lsa, uqalarini, kolonkalarini tozalamoqchi bo'lsanglar, qanaqa qilib chistki qilsa bo'ladi o'zi iPhone'ni? Shuni video davomida o'rganib olasizlar. Bizga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. Bizga kerak bo'ladi. Telefonimizga kerak bo'ladi, chunki telefonni tozalaymiz. Ikkinchi bo'lib rastvaritelь kerak bo'ladi. Buni qurilish mollari sotadigan do'kondan yoki Malika bozoridan topsangiz bo'ladi. Nari borsa, yaqinda uylar remontdan chiqqan bo'lsa, buni ustalar ham ishlatgan bo'lishi mumkin. Uylarni oldin bitta qarab ko'ringlar. Aynan mana shunaqasi kerak bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi kerak narsa bu mana ko'rib turganingizdek tish cho'tkasi. Tish cho'tkalarni o'zi 1 oydan 2 oygacha ishlatish kerak, keyin tashlab yuborish kerak. Mana tashlab yubormaylar. Telefon tozalashga ishlatamiz. 1, 2, 3 bo'lmasam boshladi. Men har doim yangi telefon kelganda bizga uni tozalash uchun rastvariteldan ozgina qopqog'iga quyib olaman. Mana hozir ko'rganingizdek, nomiga ozgina quyib oldim, ko'ryaptimi? Shunday qo'yib qo'yaman-da, keyin tish cho'tkani olaman. Nomiga botiramiz, mana nomiga botirib suvni ozgincha silqitamizda ketdi mana yollarini. Uxa, kolonkalarni qaranglar, mana mikrofon bo'ladi. Yaxshilab tozalash kerak buni ham. Bunisi kolonka bo'ladi. Buni ham yaxshilab tozalaymiz. Uch qo'l bo'lib turgan paytda mana gnezdolarni yaxshilab tozalaymiz. Gnezdoga, mana zaradga oladigan joyiga nina yoki zubочка tiqib tozalamanglar. Sinib qolsa ichida qolib ketishi mumkin. U qanaqadir muammo bo'ladi. Chunki gnezdo tuzatish, xo'sh, $50 dan $100 nima bo'lganiga qarab, mana shunaqa qilib tozalab yuborasizlar ichlarini. Mana bunisi mikrofon bo'ladi. Mana shu mikrofon. Mikrofonni ham yaxshilab tozalab, kolonkani ham yaxshilab tozalaymiz. Keyin yon tarafiga o'tamiz. Mana yon taraflariga eng kir, musor yig'adigan joy mana baland bez zvuk qiladigan joyi. Ichini ko'ryapsizlar ham qorayib yotishini hozir buni cho'tki qilib oqartiramiz. Bundoq qilib mana yaxshilab tozalaymiz. Kirlarni chiqarib, videoda ko'ryaptimi? Ancha rangi chiqdi. Rangi yaxshilandi demoqchiman. Ichidan mikroblari, kirlari chiqib ketdi ancha. O'z yaxshilab tozalaymiz tepalarini ham. Keyin eng ko'p kir bo'lib, xunuk bo'lib turadigan joy bu kamerani mana bu yon taraflari. Kamerani ham yaxshilab qo'rqmasdan quvringlar. Kameraga qanaqadir suv kirmaydi. Birinchidan bu suv emas, ikkinchidan tez quriydigan narsa. Cho'tki tozalaydi mana. Yaxshilab qaranglar, ko'ryapsizlar. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi joyi uje yana ozgina buni rastvaritelga botiramiz. Mana rastvaritelga botirib, uxasi. Mana bu yerdan telefonda gaplashganimizda shu yerdan ovoz chiqadi mana. Yaxshilab tozalab yuboramiz. Urib ham qo'yamiz. Cho'tki tozalanadi shunda. Yana pastlariga ozgina mehr berib yuboramiz. Yollariga ham, tepalariga ham. Chexoldan qolgan izlar bo'ladi. Asosan o'sha chexoldan qolgan izlarni yo'qotishga ham mashindan foydalansanglar bo'ladi. Cho'tki tozaladik. Yaxshilab ko'rib olinglar, qanaqa qilishni ko'rib olinglar. Qo'rqmasdan quvringlar. Ichiga suv kirib ketmaydi, chunki bu suv emas, bu suyuqli, tez qurib ketadigan narsa. Mana yo'llarni bitta artib, mana kameraga endi bitta ko'rsataman. Telefonimizda qanchalik ochilganini ko'ryapsizlarmi? Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, davom etamiz. Keyin mana bunaqa yaxshilab olamiz. Telefonni bitta artamiz, kameralarni yaxshilab artamiz, yo'llarni artamiz. Hozir yana artgandan keyin qanaqa bo'lganini bitta o'zingizlar ko'rasizlar. Yo'llarni ko'ryapsizlar. Ancha ochildi mana shu rastvaritelь cho'tki qilib tozalab ochib qo'yadi telefonni ko'ryapsizlarmi? Kameralarni ko'ryapsizlarmi? Tinnu bo'ldi atroflari. Telefon xullas yangiday bo'ldi. Bunga bitta prozrachniy chexol taqsanglar, anchagacha ranglari ochilib, ana qo'lingizda xuddi yangi 13 Pro dek turadi. Nimaga aynan 13 Pro deb misol qilib ko'rsatdim sizlarga? Chunki 13 Pro ni nima desa bo'ladi, olib tozalaydigan telefon deb bilsak bo'ladi. Sababi bundan keyin 14, 15, 16 lar chiqqan pokoleniyasi ancha pastroqda buni. O'shanga ko'pincha 13 Pro lar mana shunaqa kir-chir vamtlarda chang-panglar bo'ladi. Chunki shu sabab shu 13 Pro dan foydalanib sizlarga ko'rsatdim. Video yoqqan bo'lsa bizga obuna bo'lib bitta like bosib qo'yinglar, videoni saqlanib tiqib qo'yinglar. Qachondir telefon olganinglarda yoki uyda bekorchi paytinglarda video kerak bo'lib qoladi, o'shanda videoni ko'rib bitta telefoningizga mehr bersanglar, hali ko'p yillar xizmat qiladi. Bu ishni ko'proq telefonni sotishdan oldin qilsanglar, ana bunda xaridorlar qo'lida ham telefon ancha qarab ishlatilgan ekan degan narsa uyg'onadi va balandroq ketadi telefoningizda.